Nega homilador ayollar ko'p holatlarda sistit bo'lib qolishadi? Homilador ayollarda, ya'ni birinchi trimestrda ko'proq sistit belgilari kuzatiladi. Nimaga? Buni sababi ko'proq bakterial infeksiyalar hisoblanadi va keyingi sababi esa homilador ayollarimizda birinchi trimestrda ko'plab gormonal o'zgarishlar bo'ladi va shu gormonal o'zgarishlar siydik qopini tonusini tushiradi va tez hojatga chiqish xohishi ko'payadi homilador ayollarimizda. Agar homiladorlarimizda bu belgilar achishish bilan, siydik rangini o'zgarishi bilan, to'qarishi yoki rangini yo'qligi bilan ifodalansa, bu xavfli holat hisoblanadi va albatta ginekolog shifokorga murojaat qilib lecheniya olishga to'g'ri keladi. Homiladorlikning katta sroklarida, ya'ni 2-3 trimestrlarida bolani og'irligi ko'paygani nisbati bilan, ya'ni bolani boshi ko'pincha pastda joylashadi, bu siydik qopini devorini bosadi va buni hisobiga homiladorlarimiz tez hojatga qatnaydilar. Bu normal holat hisoblanadi.